Rezyume yozishda eng ko'p qilinadigan xatolarni bilasizmi? Agar rezyumengiz yaxshi tuzilmagan bo'lsa, HR uni 6-7 soniyada rad etishi mumkin. Birinchi, juda uzun 6-7 betlik va chalkash rezyumelarni yozmang. Rezyume 1-2 betdan oshmasligi, eng asosiysi u yerda sizning ko'nikma va bilimlaringiz ko'rsatilgan bo'lishi zarur. Ikkinchi, standart barcha pozitsiyalarga bir xil rezyume yubormang. Har bir ish joyiga rezyumengizni sozlang. Ish e'lonida berilgan ko'nikmalaringizni kiriting, agar ular mavjud bo'lsa. Uchinchi, tajriba va lavozimlarni noto'g'ri, tushunarsiz tilda yozmang. Har bir ish joyingizda erishgan yutuqlaringizni kiriting. To'rtinchi, muhim ko'nikmalarni kiritmaslik, ortiqchalarini yozish. TikTokni bilaman, selfie tusha olaman, rasm chiza olaman kabilarni rezyumeda ko'rsatmang. Faqat kasbingiz uchun dolzarb ko'nikmalarni yozing. Barcha lavozimlaringizda 5-7 tagacha qobiliyatlaringizni kiritib qo'ying. 5-chi, noto'g'ri yoki eski kontakt raqamlarini bermang. Ishlaydigan telefon raqamlaringiz va albatta pochtangizni kiriting. Agar mavjud bo'lsa, professional LinkedIn profilingizni ham kiriting. 6-chi, noto'g'ri yoki selfie-da tushgan rasmlaringizni joylamang. Agar rasm talab qilinsa, professional yoki neytral fondagi rasmlardan foydalaning. 7-chi, imlo va grammatik xatolar bilan HR ga rezyume yubormang yoki unga xat yozmang. Rezyume yuborishdan oldin tekshiring, Grammarly kabi vositalardan foydalaning. Siz bu xatolardan qaysi birini qilgansiz? Kommentariyada qoldiring.